Videoga e'tiborsiz bo'lmang. Agar siz shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, aniq sizga foydali va ogohlantirish deb bilsangiz bo'ladi. Xabaringlar bor, mashinniklar ko'payib ketgan, o'zi pul topish qiyin. Yana bular ifloslar o'lgan ustiga tepgan qilyapti-da. Telegramlarda har xil profillarda APK formatda narsalar jo'natib yotishibdi. Siz uni bilishingiz mumkin. Men buni bilaman deb o'tkazib yubormang bu videoni. Uyimizdagi yoshi katta onaxon, otaxonlarimizni yoki Telegram tutayotgan farzandlarimizni bilmayapti uni. Shuni Telegramga kirsa, Jahongir Abdurahmonov degandan yoki bo'lmasam boshqa odamning profilidan mana bunaqa rasm va APK formatda fayllar kelyapti. Rasmga kirib o'qisanglar, mana bu ukamga keldi bugun. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuratura huzurida majburiy ijro buyurusi. Kimga? Zufar Sirochev Tahirovich va tegida telefon raqami ogohlantirish. Yosh kattalarimizga cho'chib ketadi, tegidagi faylga ham shuni kiradi, bo'ldi, tamom. Farzandlarimizga ham hammasiga ogohlantirib qo'yinglar. Meni onamga ham keldi, onam adashib kirib ketdilar. Men o'shancha shu videoni olishga majbur bo'ldim. Ayolimga ham kelibdi. Suddan kelyapti, har xil miplardan kelyapti, har xil joylardan SMSlar kelyapti. Bu videoni hamma tanishinglarga yuborib qo'yinglar va uyda Telegram tutayotgan yoshi katta onaxon, otaxonlarimizga ogohlantirib qo'yinglar. Bu narsa, bu fayllar Telegramdan kelmaydi yoki uyingizga haq bo'lib keladi yoki telefon qilishadi menimcha, lekin Telegramdan jo'natib o'tirishmaydi. Sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, bizga xursandmiz, aldanmanglar, iloji boricha shu videoni hamma tanishinglarga yuborib tashlaylar.